Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Do'stim. Do'stlar, bugun ovoz uzdirishimizni 12-kuni o'zimiz bilan faxrlanib qo'yamiz. Xo'p, birinchi mashqimiz ochcha chalish, ya'ni lashatka deb ataladi. Kelinglar bu mashq ustida ishlaymiz. Tilni tanlay tekkizib tovushni chiqarishimiz kerak 15 marta. Keyingisi maqom. Og'zimizni sal ochib, lab emas, mana og'zi, jag'i. Tilimizni og'zimizni u burchagidan bu burchagiga olib borishimiz kerak. Ya'ni sekin, asta, shoshmasdan 15 marta qilamiz. 15 marta bu yoqqa, 15 marta bu yoqqa. Boshladik. Keyingi mashqimiz trubka deb ataladi. Labimizni oldinga cho'zamiz. Urayotgandek. Shuni qo'ying. Keyin 3 sanab 1 2 3 katta tavassum qilamiz. Shu holatda ham peshvochamizni o'ynaymiz. 1 2 3 keyin yana qaytib 1 2 3. Shunaqadan 15 marta qilsak, cho'tka bo'lib ketadi. Boshladik. Keyingi mashqimiz aniq talaffuz. Tezlatishlarni sekin va aniq talaffuz qiling. Har bir so'zning tovushiga e'tibor bering. Sekin asta tezlikni oshiring. Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Qiyin. Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda 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 sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Tovuq sovuqda Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Tovuq sovuqda sovqotadimi? Sovuqda tovuq sovqotadimi? Mana. Yaxshi. Keyingisi. Aniq talaffuz. Buni qildik. Keyingi mashqlarimiz ovoz tembrni pasaytirish uchun. Birinchi mashq esnash. Og'izni keng oching va chuqur esnang. Esnash paytida tomoq mushaklarini bo'shashadi. 5-6 marta takrorlang. Keyingi mashqimiz g'ing'ir. Og'izni yoping va tovushni chiqaring. Ko'krak qafasidagi tebrashni his qiling. Chuqur nafas olamiz va tovushni chiqaramiz. Havo yetishmay qolguncha 6 marta buni ham takrorlaymiz. Keyingi mashqimiz buzzing. M yoki N tovushlarini
ovoz timbriini iloji boricha past qilib aytishimiz kerak. Ko'krak qafasidagi vibratsiyani his qilgan holda imенно bu safar og'iz ochgan holatda, ya'ni tipi emasda shunaqa ovoz chiqarishimiz kerak. Iloji boricha timbrni pasaytirib shunaqa ovoz chiqarishimiz kerak. Iloji bor bo'lsa, qo'lingizdan kelsa 10-15 soniya ushlab turishimiz kerak. Mani hozir qo'limdan kelmaydi. Timer qo'yuvchi. Qanchalik darajada necha sekund ushlayotgan ekanman. Buni ham 6 marta qilishimiz kerak. Boshladik. o'n 15 sekunddan ushlab tura olar ekanman. Men o'yladim 7 sekund ushlamayman desam, akaziyda 15 sekund ushlayotgan ekanman. Yaxshi. Молодец. Keyingi mashqimiz nafas chiqarishda gapirish. Chuqur nafas oling, keyin sekin nafas chiqarish paytida past ovozda matn o'qing. Ovozni nazorat qiling va bo'shashgan holatda gapiring. Buning uchun bu safar biz yangi ertaklar topdik. Ilmlar saytidan. Boshladik. Yo'lbars bilan tulki ertak. Yo'lbars bilan tulki. Bolalar uchun ertak sizlarga albatta yoqqandi. Okey. Bir kuni tulki qalin o'rmon ichiga kiribdi. To'satdan uning ro'parasidan yo'lbars chiqib qolibdi. Tulki qo'rqib ketib, qocha boshlabdi. Yo'lbars esa uni quvibdi. Yo'lning o'rtasidan jarlik chiqib qolibdi. Tulki yugurishdan to'xtabdi-da, bir tosh ustiga chiqib olib, yig'lay boshlabdi. Yo'lbars hayron bo'lib so'rabdi: "Nega yig'layapsan, tulkivoy?" "Men sizni ko'rishim bilan darrov otangiz yodimga tushib ketibdi. Ular shunday epchil edilarki, hatto eng katta jarlikdan ham sakrab o'tib olar edilar. Endi bo'lsa bunaqangi epchilikni menga ko'rish qayda deysiz?" Yo'lbars tulkining oldida maqtangisi kelib, jardan sakrab o'tmoqchi bo'libdi-da, jarga tushib, til tortmay o'libdi. "O'zim ham biluvdim, hali otangizga yetishingizga ancha bor", debdi ayyor tulki va o'z yo'liga ravona bo'libdi. Yo'lbars tulki bolalar ertak sizga yoqqan bo'lsa, boshqasini ham o'qing. Yoki Jackie Channing memi bor-ku. O qadimgi memilardan bittasi mana qilib turadigan. O'sha kerak bo'tga. Qarang, tushundim. Bugundan boshlab ertak o'qiymiz, boshqa narsa o'qiymiz rosti. Bu balki ustozlarimiz noto'g'ri tushuntirishgandir. Xo'p, balkim ertak nimaligini bilmasmanmi? Xalq og'zaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri. To'qima va uydirmaga asoslangan. Sehrli sarguzasht va maishiy mazmundagi epik badiiy asar. Cho'pchak. Hikoya, qissa, voqea. Men to'g'ri tushunmanmi shunda? Ertak hech narsa o'rgatishi kerak emasmi shunda? Prosta bu cho'pchakligicha qolibdimi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, hamma gapimni qaytarib oldim. Молодец bolalar.
Agar ertaga bu narsani o'rgatish kerak bo'lsa, o'zida mazmun olish kerak bo'lsa, mazmuni bo'lishi kerak bo'lsa, unda hamma gapimni qaytardim yana. Qayta-qayta takrorladim. Bu ertak emas. Bilmadim. Hozir savol paydo bo'ldi menda. Birinchi savol. Nimaga yo'lbars buni quvladi? Hop, tulki qochgani qo'rqdi, yo'lbarsdan qochdi. Okey. Savol yo'q. Yo'lbars ne quvladi? Ne quvlab kelib turib yig'layotganini ko'rib, "Ne yig'layapsan?" deb so'radi. Tipa biling, tasavvur qiling. Qo'lingizda pistolet bilan bittasini orqasidan qo'l ostida, ana odam qochadigan joy topolmagan payti ne yig'lashni boshlasa, "Ne yig'layapsan?" deb so'raysiz. Короче, bitta narsani tushundim. O'zim asabim uchun boshqa ertak o'qimayman. O'ylaymanki, ertadan boshlab boshqa birorta bir yaxshiroq narsa sizlarga o'qib beraman degan niyatdaman. Hammaga boricha rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar.